Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talabalari, siz bilan xususiy patologiya kursidamiz. Bugun ko'rib chiqadigan kasalligimiz aynan ko'rib turganingizdek pnevmosklerozga bag'ishlanadi. Ya'ni pnevmoskleroz o'z aslida nima? Pnevmoskleroz bu o'pkamizda yetuk biriktiruvchi to'qima, ya'ni biriktiruvchi to'qima o'sib qattiqlashishi bilan kechadigan surunkali xastalik, ya'ni surunkali kasallik hisoblanadi. Darslarimizda o'sha bu siklimizda patologiyani xususiy qismini o'sha aynan nafas tizimidan boshlaganmiz. Yuqorida nafas tizimiga oid kasalliklarni ko'rib chiqyapsiz. Ketma-ketlikda kanalga joylab boramiz. Xo'p, kasalligimizning etiologiyasi. Kasallikning etiologiyasi albatta yallig'lanish. Yallig'lanishning natijasi yoki o'tkir yallig'lanishi bitib ketishiga kerak. O'zidan asorat sifatida chandiq qoldiradi. Aynan chandiq qanday hosil bo'ladi? U yerga biriktiruvchi to'qima o'sishi natijasida chandiq hosil bo'lishi mumkin. Endi yallig'lanish to'liq yakunlanmagan bo'lsa, u to'liq davolanmaydigan bo'lsa, u nimaga o'tadi? Surunkali shaklga o'tib ketar ekan. Demak, bizda etiologiyaning birinchi sababi yallig'lanish. Bundan tashqariga o'pka infeksiyalari. O'pka infeksiyalari aynan pnevmoniya, undan tashqariga sel qo'zg'atuvchilari, surunkali bronxit kasalliklari aynan o'sha borib, ya'ni o'pkani zararlarida aynan bu ham nimaga olib keladi? Yallig'lanishga olib keladi. Xo'p, bu yerda virus va bakteriyalar infeksiyalar. Aynan gripp, adenoviruslar yallig'lanishni keltirib chiqaradi, o'pkani zararlab qo'yadi. Xo'p, undan tashqariga bo'lishi mumkin parazit kasalliklar. Toksikoroz, exinokok kissalari rivojlanishi mumkin. Aynan kasallik shunday kasalliklar bor. Undan tashqari surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, bronxoektaziya, allergik bronxo'pka aspergilyozi. Undan tashqari aytishimiz mumkin o'pka gipertenziyasi, yurak yetishmovchiligi, tromboemboliyalar, kimyoviy omillar, fizik omillar va chekish, bularni barini aytadigan bo'lsak, o'pkani zararlaydi. O'pka zararlangandan keyin esa u chandiqlanadi, biriktiruvchi to'qima o'sadi. Biriktiruvchi to'qima o'sadida aytaylik, terining tashqarisida chandiq qoladi-ku, yara hosil bo'ladi. Tushunishimiz uchun oson bo'ladi. O'pkada ham aynan mana shunday jarayon bo'ladi. Qattiqlashib qoladi. O'pka bo'ladigan bo'lsa, aynan shu joyi bunday qattiqlashib qoladi deb tushunsak bo'ladi. Xo'p, patogenezga kelamiz. Patogenezi pnevmosklerozning rivojlanish mexanizmi, ya'ni o'pka to'qimasining yallig'lanish, shikastlanish yoki qonaylanishni buzish natijasida biriktiruvchi to'qima almashinishi bilan bog'liq. Aynan mexanizm sodda tushunchasi shu. Endi unga bosqichma-bosqich kiradigan bo'lsak, birinchi navbatda nima bo'ladi? Birinchi navbatda aytaylik, o'pka to'qimasini shikastlanishi kuzatilar ekan. O'pka to'qimasi nima orqali shikastlanadi desak, yuqorida sanab o'tgan etiologik omillarimiz, infeksiyalar, toksik moddalar, allergik yoki aktiv jarayonlar o'pka alveolalari yoki bronx devorlarini zararlaydi. Birinchi navbatda zararlanadi. Endi u aytganimizdek davolanmaydigan bo'lsa, surunkali shaklga o'tadi. Surunkali yallig'lanish alveolalarining normal tuzilishini buzib qo'yadi. Funksional qiladi, funksiyasini to'liq bajara olmay qoladi. Ularning o'rnida chandiq to'qima paydo bo'lib boshlaydi. Agar sababi infeksion bo'lsa, yallig'lanish infiltratsiyasi rivojlanadi. Ya'ni o'tgan darslarimizda ma'lum, o'pkani oladigan bo'lsak, mana hop yallig'lanish sodir bo'ldi. Biriktiruvchi mana bu yerlarda yetuk biriktiruvchi to'qima o'sdi. Yallig'lanishda nimasi aytaylik, etiologiyasi infeksion bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yallig'lanish bosqichlari bor. Eksudatsiya, proliferatsiya jarayonlari bor. Aynan bundan o'sha bunday holatda to'planishi mumkin ekan. Eksudatlar to'planishi mumkin ekan. Bizga mana shu narsani tushuntirib o'tyapmiz. Xo'p, bundan keyin esa fibroblastlarning faollashishi va kollagen hosil bo'lishi. Endi bizda yallig'langan joyimiz nima bo'lishi kerak? Qattiqlashishi kerak. Ya'ni kollagen hosil qilib, uni qattiqlashtirish kerak. Xo'p, shikastlangan to'qimalarimizda fibroblastlar faollashadi va ortiqcha kollagen sintezi boshlanadi. Kollagenning haddan tashqari to'planishi, ya'ni ko'p miqdorda to'planishi natijasida o'pkani elastikligi pasaytiradi. Ya'ni elastik bo'lmay qoladi. Ya'ni kengayib, nima bo'lmay qoladi? Nafas olganimizda kengayib, nafas chiqarganimizda torish xususiyati nima bo'ladi? Pasayadi va alveolarning deformatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bosqichda biriktiruvchi to'qima anormal ravishda o'sib boradi. Ya'ni normal bo'lmagan holatda o'sib rivojlanishni boshlar ekan. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, o'pka hipertenziyasi. Xo'p, endi bunda yurakning o'yin qorincha yetishmovchiligi. Albatta o'pkada shikastlanish bo'ladigan bo'lsa, o'pkada patologiya ketadigan bo'lsa, albatta yurakka aloqadorlik, chunki o'yin qorinchadan o'pka arteriyalar vositasida nima boradi? Qon yetib borishi kerak. O'pkani qon tomirlari
O'pkamizning qon tomirlari hamda fibra to'qima bilan o'ralib, tomirlar torayadi, ularning elastikligi yo'qoladi. O'pka arteriyasida bosim oshadi, o'pka gipertenziyasi rivojlanadi. Bu yuqorida o'tgan darslarimizdan ma'lum, korpulmonal, ya'ni o'pka yurakni rivojlantirishligi mumkin. Aynan o'shanda kasallik o'pkada ketadi, lekin yurak zararlanadi. O'ng qo'rg'oncha gipertrofiyasi va yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Undan keyingi bosmani ko'rishligimiz mumkin. Biriktiruvchi to'qimalarni, mana yetuk biriktiruvchi to'qimalarni o'sib yotganini ko'rishligimiz mumkin. Mana hop, demak, mana shunday bosqichlarda ketdi. Birinchi navbatda shikastlandi, o'pka to'qimasining shikastlanishini kuzatdik va fibroblastlar faollashdi va kollagenlar to'plandi. Ular esa nima qildi? Chandiqlandi. Undan keyin esa o'pka gipertenziyasi rivojlandi. Hop, kasalligimizni oqibati asoratlariga keladigan bo'lsak, kasallikni o'pka elastikligi va ventilyatsiyasining pasayishi mumkin. Birinchi navbatda o'pkaning to'liq ish faoliyatini bajara olmay qoladi. Bunda o'pkadagi fibra to'qimalar ortishi natijasida o'pka elastligi yo'qoladi. Bu esa normal nafas olish jarayonini qiyinlashtiradi. Albatta, o'pkada biriktiruvchi to'qima o'sdi, uni elastikligi yo'qoldi, kengayib to'ramayapti. Bu nafas yetishmovchiligiga olib keladi. Havoni chiqishi qiyinlashadi. Ayniqsa ekspirator nafas yetishmovchiligi rivojlanadi. Nafas yetishmovchiligi hansirash rivojlanadi. Ya'ni ekspirator, inspirator hansirashlar aralash turdagi hansirashlar bor edi. Aynan o'sha nafas chiqarishga aloqadorligi bo'lgan bronxospazm ham demak rivojlanar ekan. Hop, o'pkada havo almashinuvi pasayadi. Bu esa gipoksemiya va giperkapniyaga olib keladi. Ya'ni kislorod kamayib ketadi, gipoksemiya bo'lib kislorod kamayib ketadi va giperkapniya, karbonat angidrid ko'payib ketadi. Chunki havoni chiqarib tashlay olmayapti o'pka. Shuning natijasida. Hop, undan keyin esa surunkali nafas yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin. Aynan bu kasallikni aytyapmiz, surunkali ravishda davom etadi deb. Surunkali ravishda davom etgandan keyin surunkali nafas yetishmovchiligi. Areollarning qattiqlashishi va qisqarish natijasida kislorod naqsi yuzaga keladi. Hop, tana to'qimalari, organlar yetarlicha kislorod olinmaydi, bu esa umumiy holsizlik, boshlanish, tez charchash va hushdan ketish holatlariga sabab bo'ladi. Nafas yetishmovchiligi yurak va boshqa organlarga yuklama oshishiga olib kelishi mumkin ekan. O'pka gipertenziyasi rivojlanadi. O'pka gipertenziyasining qanday holatda rivojlanishini patogenezda tushunib o'tdik. Aynan o'pkadagi qon tomirlari fibrozlanib ketadi, qattiqlashib ketadi. Shuning natijasida o'pkada qon bosimi oshadi, gipertenziya rivojlanadi. Natijada o'ng qo'rg'oncha yuklamasi ortadi. Bu yoqda o'pkani ichida biriktiruvchi to'qima o'sganligi natijasida u qisqarib bo'shashmayapti, elastikligi yo'q. Biriktiruvchi to'qima o'sib hajmini qisqartiryapti. Shu natijasida ventilyatsiya buzilyapti va endi unga yurak o'sha nimani yetkazib berish kerak, qonni yetkazib berish kerak. Shu sababli ko'proq ishlashni boshlaydi qorinchalarimiz. Aynan shuning natijasida o'pkaga qonni ko'proq haydash uchun ko'proq kuch sarflashga majbur bo'ladi. Bu uzoq davom etadigan bo'lsa, o'ng qo'rg'onchamiz gipertrofiyalandi va undan keyin esa kengayadi. Dilatatsiya, tanagen, miyagen dilatatsiyalar kuzatilishligi mumkin. Korpulmonal rivojlanadi. Mana 4-bosqichda o'pka gipertenziyasi ham mana shu joygacha davolanmagandan keyin bu kasalligimiz davom etib boradigan bo'lsa, bizda o'pka yuragi rivojlanar ekan, korpulmonal rivojlanishni boshlar ekan. Bunda nima bo'ladi? Bu bosqichda mana o'pka gipertenziyasi natijasida yurakning o'ng qo'rg'oncha bo'limi kattalashadi, zaiflashadi. Yurak yetishmovchiligi rivojlanadi. Natijada oyoqlarda shish, yurak yetishmovchiligiga bog'liq, ya'ni oqsizlik yurakka bog'liq holatda, yurakka bog'liq holatda organizmda shishlar rivojlanadi. Mana shu narsani tushuntirib o'tyapmiz. Oyoqlarda shish, jigar hajmini kattalashishi, qorin bo'shlig'i so'lish, asid rivojlanishi mumkin. Yurak va o'pkaning birgalikda yetishmovchiligi bemorning hayoti uchun xavfli holatga olib kelishi mumkin. Albatta, nafas yetishmovchiligi bu og'ir holat. O'pka kissalari va emfizema rivojlanishi mumkin nafas chiqmagandan keyin. Hop, rivojlanishi mumkin, emfizemalar havoli bo'shliqlar rivojlanishi mumkin ekan. O'pka to'qimasi parchalanib ketishi natijasida, biriktiruvchi to'qima o'sib borishi natijasida, parchalanib ketish natijasida havo bilan to'lgan kissalar hosil bo'ladi. Kissalar yoriladigan bo'lsa, natijasida pnevmotoraks rivojlanishi mumkin, ya'ni o'pkaning qisqarishi va havo to'planishi yuzaga kelishi ehtimoli bor. O'pka emfizemasi rivojlanib, bemorda nafas olish yanada qiyinlashib ketar ekan. Hop, demak, kasalligimizni qisqacha umumiy nimalari mana shundan iborat. Aynan kasallikni patogenezini bildik, yetishmovchiliklarni ko'rib o'tdik. Hop, endi bu yerda makroskopik jihatdan mana tushunishni ko'rishimiz mumkin ekan. Pnevmoskleroz u darajada qiyin emas, buni tushunib olishimiz, ya'ni oson bo'ladi. Etiologiyasi mana hozir nimalar haqida. Endi keyingi darsda Xudo xohlasa siz bilan korpulmonal, ya'ni o'pka yuragi to'g'risida batafsil gaplashib chiqamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.